Assalomu alaykum, Flyvastok aviakassasini kuzatuvchi qadrli obunachilar, aziz xaridorlar. Do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun ko'rib turganingizda aeroport Vnukodamiz. Akamiz YouTubedan ko'rib, o'zimizga ishonch hosil qilib, onlayn bilet oldik. Dokumenti yo'q akamizni o'zimiz kuzatib, aeroport Vnuko olib keldik. Hozir registratsiya endi boshlanadi. Havo yo'llaridan Buxoroga uchadi aka. Assalomu alaykum. Ishonchlimikan aytib yuboring. Rahmat. Dokumentim yo'q edi, ana shularga murojaat qildim. Mana eson-omon o'tkazib qo'yib, mana O'zbekiston havo yo'llariga Uchasiz, chiqib ketaman. Sizlarga ham arzon aviakassa kerak bo'lsa, Flyvastok aviakassasi har doim sizlar bilan. Agar dokumentlarda problema bo'lsa, do'stlar, bemalol Flyvastok aviakassasiga pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, do'stlar, o'zim aeroport Vnukoning ichiga olib kirib, registratsiyadan o'tkazib, ajdan zogacha kuzatib boraman. Bemalol xizmatimizdan foydalansanglar bo'ladi. Kommentariy tugida Telegram kanalimiz silkasi turibdi. Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'ysangiz chiqarmanglar. Kunimki narx, kunimki yangidan Telegram kanalimizga tashlanadi. Do'stlar, ko'rib turganinglardek Buxoroga registratsiyalar paka boshlanadi, endi ochiladi. O'zbekiston havo yo'llaridan 23 kg bagaj, 8 kg ruchnoy bilan do'stlar Urganchga ham registratsiyalar endi boshlanadi 22:00 da do'stlar. Agarda arzon aviakassa kerak bo'lsa, har doim aytaman, dokument yo'qlar, endi SNS kerak bo'lsa ham pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, yana bir narsani aytaman, ko'pchilik kommentariyaga qo'y fikringlarni qoldiringlar desam, baribir o'qimaysiz deb yozibdi ko'pchiligi. Do'stlar, men albatta o'qiyman, javob bermasalar bu o'qimaydi degan emas. Men o'qib hammasini bitta qilib video chiqaraman. U sizlarga atvet bo'ladi. Do'stlar, har biriga bitta javob berib o'tirmayman. Hammaning fikrini eshitib, bitta video qilib chiqaraman. Shuning uchun albatta kommentariy tugiga o'y fikringlarni, qaysi aeroportlar sizlarni qiziqtiryapti, nima savol qiziqtiryapti, qanaqa video qilayin do'stlar, shu haqida albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Do'stlar, bu sizlarning fikringlar menga do'stlar ahamiyatli. Shuning uchun do'stlar, albatta fikringlarni qoldirib ketinglar. Assalomu alaykum. Yana bir marta do'stlar, sizlar bilan salomlashishdan charchamayman. Vnuko aeroportdan Buxoroga registratsiya jarayonlari boshlandi. Ilk stoykadan bu yerda 60-stoykagacha, bu yerda Toshkentga 23 kg bagaj, 8 kg ruchnoy, 2 reysi bo'ladi, 32 kg bagaj, 8 kg ruchnoy. Ilk stoykadan 60-stoykagacha ko'rib turganinglardek O'zbekiston havo yo'llaridan Buxoroga registratsiya boshlandi. Hozir Urganchga ham registratsiya ochiladi, hozir ochildik. Ko'rib turganinglardek registratsiya jarayonlari ko'pchiligi so'rashibdi. Registratsiya jarayonlari qanaqa bo'lyapti? Registratsiyadan qanaqa o'tyapti? Odamlar qanaqa problemalar bo'lyapti? Nima bo'lyapti deganlarga ko'rib turganinglarda Vnuko aeroportining holatlari tinch. Biz dokument akalarimiz -1 dan kiringlarda har doim aytaman. -1 dan 2-chi etajga ko'tarilsanglar, lift bor, ko'rib turganinglarda Vnuko aeroporti lift bor. Liftdan 2ni bossanglar, 2-chi etajga ko'tarilasizlar. 51 stoykadan 60 stoykagacha O'zbekiston havo yo'llaridan registratsiya jarayonlari bo'ladi. 51, 52, 54, 55, 56, 60